Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Tajohurul Orif san'ati bilan tanishamiz. Tajohurul Orif arabcha so'z bo'lib, bilib bilmaslikka olish ma'nosini anglatadi. Bu san'atning mohiyatini bilib bilmaslikka olish tashkil etadi. Ushbu san'at qo'llangan baytning mazmunida gumonsirash, ikkilanish, shubhalanish, hayratlanish tuyg'ulari ko'zga tashlanadi. Aynan shu hissiyotlar orqali baytda ifodalanishi zarur bo'lgan haqiqatlar jonli va go'zal tarzda gavdalanadi. Adib o'zi bilgan narsani boshqalardan so'rab turgandek bo'ladi va shu orqali asarning jonliligini ta'minlaydi. Misol uchun, Atoyiyning "Menga ziyo ravzai rizvonmidir bu, og'iz yo g'unchai xandonmidir bu" bayti bilan boshlangan g'azal boshdan oyoq shu san'at bilan ziynatlangan. Ya'ni lirik qahramon o'zi bilib turib bilmaslikka olgan Tajohurul Orif san'ati bilan tasvirlagan. Yana bir misolimiz Lutfiyning quyidagi baytida ham Tajohurul Orif san'ati qo'llangan. Xoblarda seningdek bir mahbub qani nozuk, boshdan oyog'i zebo, belu badani nozuk. Lutfiy baytni ma'shuqaning madhiga bag'ishlagan. Ma'shuqani mahbublarning orasida eng a'lo mavqeda turishini ta'kidlash uchun bilmaslikka olish, bilib turib yana so'rash usulidan foydalanilgan. Baytda ifodalanayotgan mahbubaning qanday nozikligini, go'zalligini tasvirlash uchun ushbu san'atdan foydalangan. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Video sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.